Assalomu alaykum hammaga. Guliston avtogazda bugun ishlarimizni boshlab oldik. Hop. Cobalt Nexia 3 Captiva mashinamizni olib qo'yganmiz. Cobalt mashinamizga yangilangan 10X Mial Cobalt mashinamizga 4-paketli meta o'rnatib beryapmiz. Miyasiga keladigan bo'lsak, yangilangan 10X Miamizga ideal tushadigan 32/4 avans miyalari bilan Adax Farsunka reduktorimiz, Adax X reduktorlari bilan chiroyli qilib ustunovka qilib beryapmiz. Bizni orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismiga 90 talik gaz balonni chiroyli qilib akkuratni qilib joylab berdik. Buyoqda Nexia 2 mashinamizga 47 talik propanni o'rnatyapmiz. Taglarini shunga qilib chiroyli qilib bu Nexia 2 mashinamizga ham chiroyli qilib joylab beramiz. Xo'p, bu mashinamizning oldi qismiga keladigan bo'lsak, 4-paketli ustunovka qilib beryapmiz. Miyasi Basico 24/4. Reduktorimiz Nordic reduktor. Farsunkasi W01 farsunka. Tiva mashinamizga keladigan bo'lsak, bu mashinamizdan 30 talik gaz ballonlari yechib olib qolib, mana turibdi. 30 talik gaz ballonlarini yechib olamiz-da, o'rniga 89 talik propanimizni taqib beramiz. U kattaligini qarang buni. 89 talik propanimiz.